Indukdan, o'rdakdan, g'ozdan tortib boqam. O'zi sog'liqli. Doskalarda qarang. Bizim vaqtimizda doskadan bunday chizardik, yozardik, qo'yilgan doskalar. Pechkaga o't yoqardik, o'zimiz yoqardik, o'chib qolsa, tutab ketardi. O'shanda ham bolalarimiz mana o'qigan. Ota-onalaringni nima qilinglar? Yorib qilinglar. Rahmat. Birinchi sinfda o'quvchilarni o'qitgan ustoz bo'laman. Men onalaringni, buvalaringni, ayalaringni o'qitganman. Yo'g'on yetardik. O'zim sog' salomatman.